Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ahli mo'min birodarlar. Shu kunlik juma ayyom muborak bo'lsin. Bir narsa esimga tushib qoldi. Bundan qancha 10 yil ham, undan ham ko'proq bo'ldi. 2015-yillar atrofida 50 ta yurtimizdan avtobusda Qirg'izistonga ketayotgan yurtdoshlarimiz yonib ketgan. Shundan shu yerdan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Qurama qishlog'idan juda ko'pchilik vafot etgan. Qabr ko'ylab isbot qilinmagan mana Samsung ko'ylagi mana bu qabrlar kichkina. Mana bu qatordagi qabr kunni juda uzun qilib Samsungda ko'ylashga to'g'ri kelgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Shunga ham 15 yil atrofida bo'ldi. O'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Bu joyda aka-uka bo'lgan, ota-bola bo'lgan, qarindosh bo'lgan, bitta uydan 2 tadan 3 tadan ham vafot etganlar bo'lgan. Hammalarni Xudo rahmat qilsin. Ularga atab she'rlar yozilgan. Sardor Mamadaliyev qo'shiq chiqqan.